Bugun sizlar uchun kostyum yenglaridagi 90% tikuvchilarning xatoliklariga amaliy yechim beraman. Asosan astalik liboslarning yenglarini inson gavdadagi qo'l holatini shakllantirishi kerak. Yeng chizmasidan keyingi ish bu dazmol ishlari hisoblanadi. Yeng ichki holatini dazmol bilan sekin-asta ishlov yordamida oldicha qismlarni kengaytiramiz. Va ikkinchi detalni ham shu holatda ishlov beramiz. Qattiq fakturali matolarni ozroq nam bilan ishlagan ma'qul. Choklarni birlashtirib, tikib chok qismlarini yorib dazmollaymiz. Endi yengimiz tana qo'l holatini aks etib turadi. Yeng tom markazidan yeng uch markaziga dalivoy to'g'ri turishi kerak. Shundagina qo'l holatini yengda shakllantirib turadi. Astalik liboslarni to'liq o'rganishni xohlasangiz, dalikka kurs so'zini yozib qoldiring. Sizlarni albatta kutaman.